Javoblarni durust javonlar ko'pligida mutaxassislar ishtirokida sizga javob beradi sahifasi ayni muddao. Mahsulot biofaol qo'shimchalar dori vositalari sirasiga kirmaydi. Qo'llashdan oldin mutaxassislar bilan maslahatlashish kerak. Reklama huquq asosida. Assalomu alaykum tinglovchilar, navbatdagi loyihamizda salomatlikka qarata boshlaymiz. Shuningdek, studiyamizda sizlar tanigan, bilgan mutaxassis Polvonjon aka bor kelib. Eshittirishlarimizni navbatdagi sonidalar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Suhbatimiz boshidan so'raydigan savolimiz urologiya taraflama muammosi bor insonlardan bo'ladi. Oldinlari peshobga bir marta chiqardim. Buni o'zida 6 marotaba bo'lgan. Natijasini aytib bo'ladi. Uyqudan bezovta bo'lib turaman ketdilar. Bu asosan yong'oq ishlatiladigan so'zlarni yo'liga aloqa qiluvchi peshob chiqarish kanalining o'rtasida joylashgan sababli natijada ikkiga ajralib tomchilab keladi. Juda yomon holat. Agarda vaqtlar o'tib kanal yopilib boraversa, peshob chiqmay qoladi. Bunga ishdan chiqadigan bo'lsa, filtrli qoladi. Ertaga quvvatiga ham vaqtlar o'tib ta'sir qiladi. Buni bildingizmi, bilan baribir qolash kerak. Bo'lmasa salbiy oqibatlar yuzaga kela boshlaydi. Tushunarli ustoz, katta rahmat. Ertaga quvvati deganingizga bu yerda jinsiy zaiflikka ham maslahat bering deb aytishgan. Bu haqida nima deya olasiz? Bizda tana degan narsa ham bor. Juda ko'p nozik masala bo'lgan doimman ochiq oydin gapiramiz. Shuning uchun alohida yurtdoshlarimizni o'ylab murojaatlarni qabul qilishni boshladik. 55 538 58 raqamlarni ishga tushirdik. Bemalol qo'ng'iroq qilib maslahat olish mumkin. Yana bir gap, o'tkazilgan muloqotlar amalga oshiriladi va qanday bo'lishdan qat'iy nazar barchasiga natijali javob beramiz. Raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Qaytaraman. 55 518 58 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Mutaxassislar bilan bo'lgan muloqotingiz sir saqlanishi kafolatlanadi. Davom etamiz. Polvonjon aka, Samarqandlik 22 yoshli ukamizning iltimoslarni o'qib eshitiraman. Urug'lar foizini ko'rsatdi. Iroqqa o'xshagan yaqinlari tavsiya qilgan ekan, natijasi sezilmadi deb yozganlar. Nimadan deb o'ylaysiz? Marhamat. Buni hech qanday bo'ladigan tarafi yo'q. Sababi har qanday preparatga yaxshi ta'sir qiladi. Qachonki aniq tochkasini topib berilsa. Mana yaqinda negativ ko'pchiligi rahmat aytib qo'ng'iroq qilishdi. Muhimmasdan avval viruslardan olingan natijalarni umumlashtirib jarayonida hech qanday nojo'ya ta'sirlarni tajribalarda ko'rmaganligimiz uchun to'g'ridan-to'g'ri qabul qilishga kerak. Shuni ko'rayotganlar ancha ko'payib, kasalligi borlar kamayib qoldi. Agarda kimgadir shu nozik muammolarga shifo topishga yordam bera olayotgan bo'lsak, o'zimizni maqsadimizga erishganimiz hisoblanadi. Rahmat Polvonjon aka, manfaatli bo'ldi. Mutaxassislardan bepul maslahat olish uchun 55 kodi bilan 518 58 58 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Qaytaraman. 55 518 58 58 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Mutaxassislar bilan bo'lgan muloqotingiz sir saqlanishi kafolatlangan. Mahsulot biofaol qo'shimchalar dori vositalari sirasiga kirmaydi. Qo'llashdan oldin mutaxassislar bilan maslahatlashish kerak. Reklama huquq asosida. Local. Sweet kuşkular içinde ruhlara fırlıyor. Direkt bir uçuk olur.
Orginamda misali asalari Onani tillardan asalari Yoqadi yuragimga Ketadi tasallari Erkalab voy voy yoqadi ko'zlari Yoqida bag'rim erkalab voy voy Solar qandayim mani shirin asalarim netayim sevaman sevgandayim mani asal asalarim Etrafımda pervane doladı Etibarımdan başka doladı Labıda sınıda asalım Sevişimli biladi Hazırım yapmayı Kolsa gel vay vay Amakları yer